Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, traktor texnika ishqibozlari. Mana bizning do'konimizdan Zubur 1105 so'ragan akalarimizga ikki xil variantini qo'yib, hozir obzorini qilib, ma'lumotlarini berib, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Undan oldin kanalga obuna bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Qani bo'lmasa, video rolikni boshladik akalar. Xo'p, birinchida turgan traktorimiz balonlari legropga bo'lmaydigan, bir xil agatda yuradigan Zubur 1105 mini traktorimiz bo'ladi akalar. Xo'p, akkumulyatorlari katta 70 lik akkumulyatorlardan qo'yilgan, statorlari ham katta. Motorlari Zubur 1105 motor bo'ladi akalar. Mana bloglariga ham 1105 deb o'yib yozilgan bo'ladi akalar. Original motordan balonlari ham boshqa Zubur 1105 larga qaraganda katta balonlardan bo'ladi akalar. Oldi balonlari 500 ga 12 balonlardan qo'yilgan, orqa balonlari esa 600 ga 14 balonlardan qo'yilgan. Rollari ham mexanika bo'ladi, lekin o'ta yengil bo'ladi. Bu traktorimiz salarkaga harakatlanadi. Soatiga 800 gram 1 litr расход qiladi. Nagruzka bilan o'zgaradi akalar. Bu traktorimizda xo'p, skorslari 6 talik skorslardan bo'ladi. Quyon toshbaqa tezlik skorlari bor. Bu traktorimizni ko'tarib tushirib bosuvchi insholari ham qo'yilgan akalar. Mana komplektda bu traktorimizda frezalari, persepnoylari, ключ naborlari qo'shib beriladi. Frezalarni yig'ilgan holatlari mana shunaqa bo'ladi akalar. 120 lik frezalari shunaqa holatda beriladi. Xohlasalaring terilgan, xohlasalaring pokovka holatlarda beriladi. Buni kelib, ko'rib, haydab ko'rish olishlaring shart emas. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz ham mavjud. Dastavkalarimiz kelishilgan hollarda bo'ladi. Xohlasalaring kelib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar akalar. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, bu traktorimizni balonlari legropga bo'lmaydigan traktorimizni narxi 27 million 300 ming so'm bo'ladi akalar. Shu oy oxirigacha xarid qilgan klientlarimizga yanada skidka narxlarni qilib beramiz akalar. Shu beradigan, kamini bo'ladigan joylari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bunisiga keladigan bo'lsak akalar, bunisini ham narxini oldindan aytib qo'yaman. 28 million 500 ming so'm bu traktorimizni qilib beramiz. Farqi nimada deydigan bo'lsalaring akalar, farqi akkumulyatorlari, balonlari, motorlari, boshqa joylari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi bu bilan. Lekin bu traktorimizni balonlari legropga bo'ladi akalar. Xohlagan o'zlaringga kerakli bo'lgan agatlaringga moslab chiqarib, kirgizib ishlataverasizlar akalar. O'zlaringga kerakli bo'lgan agatga solib bemalol ishlatib ketaverasizlar akalar. U tomonda ham, bu tomonda ham 15 sant, 20 santidan chiqqan ortiqcha o'qlari bor akalar. Shu masofagacha chiqarib, agatlaringga moslab bemalol ishlatishlaring mumkin. Farqi mana shunda bo'ladi akalar. Keyin narigi 1105 imizga qaraganda buni korobkasi, o'qlari baquvvatroq, kattaroq bo'ladi akalar. Farqi mana shunda bo'ladi. Motorlari, balonlari va boshqa joylari hammasi deyarli bir xil bo'ladi akalar. Narxi mana shu agatga moslaydigan bo'lgani uchun, balonlari legropga bo'lgani uchun. Bu komplektida ham shu orqasida toqib qo'yilgan frezalari, persepnoylari, frezalari, ключ naborlari qo'shib beriladi akalar. Pluglari bormi, qo'shib beriladimi, komplektida bormi degan akalarimizga pluglarimiz hop traktorda narxida emas, alohida 2 korpusli pluglarimiz $100 turadi akalar. Xohlasalaring komplekt qilib olasizlar, xohlasalaring shunday quruq o'zini olaverasizlar. Lekin обязательно orqasiga frezalari qo'shib beriladi. Qolganlari balon legropga bo'ladigan 1105 lardan bo'ladi. Ular frezasi taqib qo'yilganlari mana hammasi bir xil. Keyin ko'pchilik
akalarimiz jatkasi bilan so'rashyapti, jatkasi bilan olishyapti. Jatkasi bilan so'ragan akalarimizga 120 lik universal jatkamiz ham yetib kelgan. Yonida pichoqlari bor. Universal Zubr jatkalarimiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Bemalol 11.05 larimizga qo'shib, taqib ishlatsalaring bo'laveradi akalar. Bedidan tortib g'o'zapoyagacha o'raydigan universal jatkalarimiz yetib keldi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana 4 qatorlik 120 metrda o'rib ketishga mo'ljallangan universal jatkalarimiz ham mavjud. Puliklari ham bor. Xohlasalaring ponni kamplik, xohlasalaring traktorda o'zini xarid qilishlaring mumkin. Manzilimiz Tereval yo'lida joylashgan. Kelmoqchi bo'lgan akalarimizga lokatsiyalar ham tashlab beraveramiz akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizni videoning tagiga yozib ketamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Undan tashqari bizda 1 porsiyadan boshlanib 4 porsiyaga traktorlarimiz mavjud. Mana kombayn so'ragan akalarimizga kombaynlarimiz, undan tashqari har xil zubrlarimiz ham yetib kelgan akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 18 ot kuchli traktordan boshlanib 50 ot kuchli traktorgacha mavjud. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar.